To'lqin aka, nima uchun Amir Temur imperiyasi deb nomladingiz? Amir Temurni vahshiy, tajovuzkor, bosqinchi deysiz-u, Qirg'in-Borot urushlarini demokratiya bayrog'i ostida amalga oshirayotganligiga ham biz guvohmiz. Amir Temur tug'ilganida deydi, qo'lida deydi qon bor edi. Yildirim bilan Amir Temur o'rtasidagi urushni vujudga kelishiga ulkan hissa qo'shgan davlatlar bular Rim papasi fatvosi asosida Polsha va Litova knyazliklari To'xtamish bilan hamkorlikda Boyazid va Yildirim o'rtasida o'tayotgan hududlardagi ipak yo'llarini nazorat qilishni xohlaydilar. Lekin To'xtamish xiyonat qildi. Boyazid hazratlari kasalligi tufayli vafot etganlarida Amir Temur ko'zlariga yosh olib, nihoyatda iztirobga tushdilar. Amir Temurning yana Yevrosiyodagi muhim bir ishi bu mudom davom etib kelayotgan salb yurishlariga chek qo'yadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Navbatdagi Diplomat podkastiga xush kelibsizlar. Bugun biz ajdodlarimiz merosi mavzusidagi turkum ko'rsatuvlarni davom ettiramiz va podkastimiz davomida bugun nafaqat buyuk tarixiy shaxs Amir Temur haqida, balki uning davlatchilik g'oyalari, siyosiy mafkurasi, Temuriylar merosini bugungi O'zbekiston taraqqiyotidagi ahamiyati to'g'risida gaplashamiz. Oradan 6 asrdan ziyod vaqt o'tgan bo'lsa-da, Amir Temur shaxsiga bo'lgan qiziqish dunyoda susaygani yo'q. U kim edi? Buyuk sarkardami, davlat arbobimi, islohotchimi yoki sivilizatsiyalarni bog'lagan strategmi? U barpo etgan davlatning mustahkamligi nimalarga asoslangan edi? Temuriylar davri nima uchun Markaziy Osiyo uyg'onish davri sifatida e'tirof etiladi? Eng muhimi, Amir Temur qoldirgan siyosiy va ma'naviy meros bugungi yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida qanday ahamiyat kasb etadi? Davlat boshqaruvi, qonun ustuvorligi, ilm-fan, diplomatiya va milliy birlik sohalarida bu merosdan qanday saboqlar olish mumkin? Mana shu mavzularda suhbat qilish uchun biz bugun studiyamizga respublikamizdagi taniqli siyosatshunos, siyosat fanlari doktori, Amir Temur merosiga bag'ishlangan bir qator ilmiy tadqiqotlar muallifi, hurmatli professor To'lqin aka Alimardonovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz studiyamizga. Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Albatta bugungi kunda muhtaram prezidentimizni farmonlari asosida Amir Temur bobomizni 690 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar keng ko'lam doirasida mamlakatimiz bo'ylab amalga oshirilmoqda. Bu albatta bejizga emas, chunki Amir Temur bobomiz bizning g'ururimiz, faxrimiz, davlatchiligimiz bunyodkori va asoschisidir. Shunday ekan, mustaqil taraqqiyotga intilayotgan, dunyo hamjamiyatida o'z birligini va ittifoqini, hamkorlik rivojlanish istiqbollarini tanlayotgan xalq albatta o'tmish merosiga, ayniqsa bizning Turon davlatchiligimiz tarixi bilan bog'liq bo'lgan Amir Temur bobomizning siyosatiga murojaat etish bilan kelgusi istiqbol maqsadlarimizni mustahkamlashga, aniq izchil yo'nalishlarni belgilashga biz aytaylik xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Ana shu nuqtai nazarda Amir Temur bobomizga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar, maqolalar, tarixiy, badiiy va falsafiy, ma'naviy va mafkuraviy ijodiy ishlar taqdim qilindi. Va biz yana bir narsaga guvoh bo'ldikki, mana shu 35 yil ichida Amir Temur bobomiz tarixiga, merosiga, ayni paytda Turon davlatchilik taraqqiyoti rivojiga, uning yuksalish va tanazzul sabablarini o'rganishga bag'ishlangan nihoyatda katta va keng ko'lamli adabiy tarixiy asarlar yaratildi. To'lqin aka, keling bo'lmasam, o'sha gapingizni davomi sifatida siz tomonidan yozilgan, bu yil chop etilgan va muvaffaqiyatli taqdimot qilingan Amir Temur imperiyasi kitobini muhokamasidan boshlasak. Mana shu kitob, mana shu bizni javonimizda turibdi. Mana shu kitobni taqdimoti bu yil bo'lib o'tdi. Savolim quyidagidan iborat edi. To'lqin aka, nima uchun mana shu o'zingizni
monografik asaringizni Amir Temur imperiyasi deb nomladingiz. Ba'zi tanqidchilar imperiya so'ziga salbiy munosabat bildirgan holda saltanat deb nomlasa bo'lmasmidi? Amir Temur saltanati deb agar nomlasa bu kitob yanadir qiziqroq bo'lib ko'rinmasmidi degan fikrlarni ham bildirishmoqda. Balki buni zamirida qandaydir yashirin ma'no bordir. Albatta savolingiz o'rinli. Umuman har qanday tarixiy falsafiy, siyosiy falsafiy asarlarning nomlarida muayyan muallifning maqsadlari va shu asarda belgilangan g'oyalari yotadi. Shu nuqtai nazardan albatta ko'pchilik o'zimga ham aytishdi, saltanat desangiz bo'lmasmidi, imperiya qandaydir noodatiy bir tushuncha xalqimiz uchun degan bir fikrlarni ham aytishdi. Albatta saltanat ham qaysidir jihatdan badiiy adabiy tushuncha sifatida ishlatsa bo'ladi. Buni ko'p tarixchi adiblarimiz va boshqa adabiyotshunos mualliflarimiz o'z asarlarida ishlatib kelgan. Lekin meni maqsadim Amir Temur yaratgan davlatchilikning nazariy asoslariga e'tibor qaratish. Shu nuqtai nazardan aytish lozimki, imperiya lug'aviy ma'nosi bu bir qancha hududlarni, xalqlarni va dillarni birlashtirgan va ana shu birlashmada markazlashgan davlat yaratgan siyosiy tizimga nisbatan ishlatiladigan atama. Buni salbiy ma'nosi yo'q, hamma qo'rqitadi. Aslida salbiy ma'nosi yo'q. Bugun biz demokratiya deb aytgan davlatlarimiz ham bemalol inson huquqlarini qadr qimmatini toptashga qaratilgan siyosatlariga ham guvoh bo'lib turibmiz. Qolaversa qirg'in borot urushlarini demokratiya bayrog'i ostida amalga oshirayotganligiga ham biz guvohmiz. Shu nuqtai nazarda bir qancha maqsadlarni men mana shu nom bilan ochishga harakat qildim. Birinchi navbatda 27 ta davlatni birlashtirgan. Turon davlati siyosati bilan Yevroosiyo mintaqasida tinchlik va barqaror o'rnatishga va undagi barcha xalqlarni va dillarni o'z bag'rida sig'ishtirgan va ularning hamkorlik, savdo-sotiq aloqalarini tashkil etishga xizmat qilgan yoki aniqroq qilib aytganda kafolatlashga xizmat qilgan davlat bu Amir Temur imperiyasi edi. 14-15 asrlarda hattoki g'arb dunyosi ham o'zining xaritalarida Imperiya of Timuris degan atamalar bilan o'zlarini xaritalarida Amir Temur imperiyasini atashganlar. Shunday ekan biz bugungi kunda bobomiz yaratgan ulkan davlatchilik merosining ta'limoti o'laroq imperiyaning mohiyatini ochishimiz kerak. Imperiyani lug'aviy ilmiy tushunchasidan tashqari uni tarixiy va siyosiy falsafiy tushunchalari bor. Bu tushunchalar shundan iboratki, dunyo tarixida kuchli rivojlangan madaniy davlatlar atrofdagi xalqlarga o'zining madaniyati bilan, o'zining aytaylik diniy e'tiqodlari bilan, o'zining ilg'or kashfiyotlari bilan ta'sirini o'tkazgan. Va ana shu yaratilgan madaniyatdan rivojlanish istiqbolida yurgan millatlar va xalqlar, aniqroq qilib aytganda kichik xalqlar bahramand bo'lganlar. Va uyg'unlik shundan iboratki, umuminsoniy qadriyatlarning rivojlanishiga xizmat qilgan. Shu nuqtai nazardan biz ikkilanmasdan aytishimiz mumkinki, turkiy xalqlar tarixida 20 dan ortiq imperiyalar vujudga kelgan. Bu xullardan tortib to aytaylik Bobur Mirzo hazratlarining davrigacha yoki Usmoniylar davrigacha bizning ota-bobolarimiz nihoyatda katta hududlarda bir qancha xalqlarni birlashtirgan, bir qancha aytaylik madaniyatlarni o'zida mujassam etgan imperiyalarni vujudga kelishga muvaffaq bo'lganlar. Ana shu nuqtai nazarda bugungi kunda Anglo-Sakson olimlari, aniqroq qilib aytganda Angliya, Fransiya, Amerika, Rossiya olimlari ham
Amir Temurga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarida Amir Temur imperiyasi nomini ishlatadilar. Tushunarli. Yana bir misol qilib aytishim mumkin. Mana zamonaviy hozirgi dunyoda Amir Temur bobomiz yaratgan davlatchilik ta'limotiga nisbatan ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanyapti. Mana Rustam Rahmonaliyev, Rossiya akademigi, Turkiy imperiyalar, Buyuk sivilizatsiya degan 900 betlik kitobi bor, monografiyasi. Bu olim xullardan tortib to Amir Temur, Usmoniylargacha bo'lgan imperiyalarning ichki siyosati, tashqi siyosati, umuman insoniyat, bashariyatga qo'shgan hissalarining salmog'i haqida nihoyatda katta bir asarlar yaratishga muvaffaq bo'ldilar. Bunday asarlarni masalan yaqinda yaratgan yana bir akademik Vladimir Wolfovich Kirint Amir Temurning yetakchilik strategiyasi, Temur tuzuklariga sharh degan nihoyatda katta bir asar yaratishga muvaffaq bo'ldi. Bu ham o'z navbatida ko'rsatadi. Amir Temur bobomiz faqat Mo'g'ra-un-Nahr hududida Turon davlatini emas, balki Turon davlatining poydevori asosida nihoyatda Yevrosiyo mintaqasiga daxldor bo'lgan ulkan imperiyani yaratishga va ana shu imperiyaning hududida ko'plab xalqlarni tinchlik va barqarorlikda yashash imkoniyatini kafolatlab beradilar. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda ilmiy nuqtai nazardan biz ham o'zimizning Mo'g'ra-un-Nahr saltanatimizda emas, balki ota bobomizning jahon tarixida qo'shgan hissasini yoritmoqchi bo'lsak, Amir Temur bobomizning siyosiy faoliyatini, davlatchilik merosining atamalarini to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. Ana shu atamalarda ham mazmun, mohiyat, mantiq yotadi. Bir paytlar sovet metodologiyasida Amir Temur davlatchiligini imperiya emas, qandaydir bir kichik davlat yoki turkiylarda davlatini ko'chmanchilar imperiyasi, nomadizm madaniyati degan bir cheklovli atamalar bilan atab bizning bashariyat tarixi va sivilizatsiyasiga qo'shgan hissamizni ikkinchi darajaga tushirishga harakat qilib kelishdilar. Qarang, ko'chmanchi imperiyalar deydi. Dunyo tarixida hech bir xalq yo'qki, o'nlab imperiyalarni tashkil etgan bo'lsa. Shu nuqtai nazarda bugun biz o'sha nopisandlik bilan qaraydigan g'ayri haligi ilmiy qaraydigan fikrlarni va qarashlarni o'z joyida to'xtatib, unga qarshi fikrlarimizni aniq bayon etishimiz lozim. Biz ko'chmanchi imperiyalar emas, biz o'z davrida buyuk imperiya va davlatchilik ta'limotini yaratgan xalqmiz. Amir Temur bobomiz esa ana shu xalqning an'analarini yangi cho'qqiga, yangi qirraga, yangi rivojlanish, innovatsion istiqboliga olib chiqqan buyuk shaxs bo'lib hisoblanadi. Shunday ekan, biz o'zimizning ular xohlaydi biz kichik bir saltanatda fikr yuritishimizni. Yo'q, biz shunday ulkan madaniyatga ta'sir ko'rsatgan davlatchilik ta'limotimizni bugun dunyoga yoyishimiz kerak. Dunyoga ko'rsatishimiz kerak. Ana shu maqsadda men kitobimning nomini ongli ravishda bejiz emas, Amir Temur imperiyasi deb ilmiy atama bilan nomladim. To'lqin aka juda ham tushunarli izohlar berdingiz. Albatta, keling endi shu kitob doirasida bir muncha falsafiy masala, o'sha ham shaxsni tarixdagi roli haqida gaplashsak. O'zi ma'lumki, buyuk shaxslarni tarixdagi roli ularning mana shu kuchli irodasi va strategik dahosi tufayli tarixiy o'zgartirishlar, jamiyat hayotida tub burilishlar yasash, u yerda o'sha jamiyatlarda yangi tartibotni joriy qilish qobiliyatlari bilan ham belgilanadi. Mana shu ma'noda Amir Temur shaxsini tarixiy roli nimalardan iborat edi va umuman Amir Temur fenomeni qanday uni tavsiflasa bo'ladi? Aytishim lozimki, mana shunday daholarning dunyoga kelishi, daholarning yaratuvchanlik va bunyodkorlik salohiyatining qudrati, ularni asrlar osha tafakkur qilish
qudrati, salohiyati bugunda ham ilmiy ommani hayratga solib kelyapti. Hali ham ilm yoki ilmiy kategoriyal yo'nalishlar mana shunday bir fenomen qismatini ochish qurbiga to'liq ega bo'ldi deya olmaymiz. Albatta bugun Yevropada texnologiya degan fanlar rivojlangan. Ya'ni irsiyatning, daholikning kelib chiqishi muammolari bilan shug'ullanadilar. Ayni paytda biz aytishimiz mumkinki, Amir Temur siymosining mohiyati, shaxsiyati, uning ichki ruhiy qudrati, uni tafakkur qilish salohiyati hali hamon o'z tadqiqotlarini kutib turibdi. Shuning uchun ham biz ko'pincha manbalarda ham, tarixiy badiiy asarlarda ham inson tafakkuri yoki insoniyat tafakkuri hazm qila olmaydigan o'zgarishlarni qanday qilib bir shaxs o'zgartirishga erishdi degan savolga javob topolmaganligi uchun ham biz ko'pincha qahramonlarimizning mo'jizasini rivoyatlarga, afsonalarga, dostonlarga ko'chiramiz. Lekin haqiqatdan ham mana Telman Magil degan bir ijodkor olim bor. U kishi bevosita Amir Temur dahosini kosmologik holat bilan qiyoslaydilar. Chunki bizda bilasizmi, tarixni o'rganishda yoki tarixiy jarayonlarni o'rganishda faqat tarixiy manbalar bilan cheklangan bir tasavvur va yondashuvlarimiz shakllanib qolgan. Aslida tarixiy shaxs taqdiri va qismatini, uning shaxsiyatini o'rganish uchun bitta tarix yoki falsafa fani yetmaydi. Mana Pribram, fizik olim, ong hodisasi haqida kitob bor. O'shanda u kishi shunday fikrni beradi. Shunday daholar borki, ular bo'lishi mumkin yoki amalga oshirilishi mumkin bo'lgan tarixiy jarayon va hodisalarni o'zlarining tafakkur onglarida bo'lajak modellarni yasaydi deydi. Ko'rdingizmi? Mana shunday odamlar toifasi borki, ular ko'p hollarda ijtimoiy hayot va siyosiy hayot bilan bog'lanmaganligi uchun ham biz uni ko'pincha his qilmaymiz. Lekin Amir Temur bobomizning jahoniy faoliyati, jahon miqyosidagi tarixiga qo'shgan hissasining zalvorli holati shundaki, u yurt ozodligi, yangi davlatchilik g'oyalari bilan sug'orilgan, to'yingan, muhabbat tuyg'usi bilan yashagan bir koinot insoniy edi u. Chunki ana shunday qudratga, ana shunday energetik manbaga ega bo'lgan salohiyatli odamlarda cheksiz potensiya mavjud bo'ladi. Mana shu potensialni u xalqini ozod qilishga, bashariyatga bir yangi g'oyalarni taqdim etishga va uni qullik va ta'qiblardan, zulm va tajovuzlardan ozod qilish hissiyoti bilan to'yingan shaxs edi. Ana shunday insonning tuyg'usi yangi jasoratlarga chorlaydi. Aynan Amir Temur tug'ilgan makon, Amir Temur voyaga yetgan makon bir davrlar talatub, o'zaro ixtiloflar va g'azovatlarga botgan bir jarayon edi. Ana shu jarayonda Amir Temurning shaxs sifatidagi salohiyati va iqtidori yoki aytaylik inson sifatida uning tug'ilishi ayni tarixiy jarayonlarga mos davrda boshlab berdi. Qarang. Va Amir Temur shaxsiyati. Mana Ibn Arabshoh ko'plab misollarni keltiradi. Amir Temur tug'ilganida deydi, qo'lida deydi qon bor edi deydi. Bu Chingizxonga ham nisbat berilgan, tug'ilganida qo'lida. Bu birinchi bir afsona. Afsona. Lekin yana bitta bir fikr aytadiki, buni afsonaga yo'yib bo'lmaydi. Qarang, bugungi kunda ham biz tashkil soladida Amir Temur tug'ilganda deydi, osmonda deydi, qip-qizil olovli likopcha kelib qo'nadi, hamma joyda kuydirib ketadi deydi. Bu ham afsona? Lekin bu afsonada bir kosmologik falsafa yotadi. Albatta, bekorga emas. Falsafa yotadi. Shuning uchun mana shunday buyuk insonlarni, daholarni dunyoga kelish sir sinoatini hali biz o'rganib oxiriga yetganimiz yo'q. To'g'ri aka, shuni ham ta'kidlash kerakki, Amir Temur shaxsiyatiga nisbatan baholar ham bir xil emas.
uni tanqidchilari Amir Temur o'zini yovuz siyosati, vayronagarchilik, bosqinchilik siyosati tufayli shafqatsizligi va ko'plab begunoh insonlarni halok etishi evaziga o'zini imperiyasini vujudga keltirdi deb aytishadi. Biza mana Sovet tizimi paytida o'qib yurgan paytlarimizda ham shu kitoblarda, tarixiy kitoblarda Amir Temur go'yo shu qaroqchilik faoliyati bilan shug'ullangan ot o'g'risi deb ta'riflanar edi. Biz shunaqa narsalarni o'qigandik o'z paytida. Aytingchi, mana shu fikrlarga munosabatingiz qanday va umuman o'sha siz aytgan 14-asrda Chig'atoy ulusida tarqoq holda nizolar girdobiga mubtalo bo'lgan turkiy qavmlarni birlashtirishdan o'zga Timur uchun tarixiy yo'l bormidi? Umuman Timurni geosiyosiy strategiyasi nimadan iborat edi? Zamon uchun. Haqiqatda boya aytib o'tganimizdek, bu davrga kelib Chingiziy sulolalar ixtiloflar kuchayib boradi. Xon talashlar, taxt talashlar, ixtiloflarni natijasida butun xalqqa zulm, zo'ravonlik ham oshib boradi. Shuning uchun Amir Temur muayyan kuchlarni hisobga olgan holatda nihoyatda aytaylik keng miqyosli 20 yoshiga kelib keng miqyosli siyosatchiga aylanadi va ana shu urushlar girdobiga aralashadi. Albatta Amir Temur haqidagi fikrlar, o'ydirmalar bugun qaysidir ma'noda orqaga qoldi desak bo'ladi. Chunki ko'plab asarlarda G'arb, Sharq, Turkiya, Hindiston, Eronda, Xitoyda chiqqan manbalarda aniq dalillar asosida Amir Temurning bunyodkorlik va yaratuvchanlik siyosati haqida asosli fikrlar ilgari surilyapti. Mana o'zingiz tasavvur qiling. Bosqinchi tushunchasiga bir izoh beraylik. Bosqinchi kim? Muayyan hududni kuch bilan bosib olgandan so'ng ana shu hududda o'zini siyosati, dinini, hukmronligini o'tkazib ko'p yillar mobaynida boshqa xalq va madaniyatlarni o'ziga tobe ettirish siyosatini yuritgan davlatga nisbatan bosqinchi deyiladi. Mana Chingizxon aytaylik o'zining siyosati bilan boshqa xalqlarga shunday hukmronlikni o'rnatdiki, bu hukmronlik salkam 200 yil davom etdi. Va borgan joylarida o'zini farzandlarini va aytaylik avlodlarini hukmdor qilib tasdiqlab keladilar. Endi Amir Temurning geosiyosiy strategiyasiga e'tibor qarataylik. To'xtamishga yordam berdi 3 martalab. Lekin To'xtamish xiyonat qildi. Lekin shunga xiyonatiga qaramasdan bir necha af ham qiladilar. Xo'p, bu bir narsa bo'lmagandan keyin To'xtamish mahv etiladi va saroy Oltin O'rda parchalanadi. Lekin Oltin O'rdaning hukmronligini Temur Qutlug' va Edigularga berib keladi. Bu bilan Amir Temur Rossiyani knyazliklarning birlashuvini vujudga kelishiga va keyinchalik davlatchiligining rivojlanishiga hissa qo'shadi. Ayni paytda Oltin O'rdaning parchalanishi, Chig'atoy ulusining parchalanishi va Mo'g'ul xonlarining mahv etilishi oqibatida Xitoyning Ipak yo'llarini rivojlantirish imkoniyati ayni paytda Xitoy xalqining millar sulolasining tarix sahnasiga chiqib kelishiga ham xizmat qiladi. Bundan tashqari Boyazidning mahv etilishi, Boyazid ustidan erishilgan g'alaba natijasida Yevropa asrlar davomida boshidagi qilich va qalqondan ozod bo'ladi. Yevropa taraqqiyotining, aniqroq qilib aytganda, Boyazid mag'lubiyatga uchragandan keyin ochilgan siyosiy iqtisodiy imkoniyatlar natijasida Yevropada Renessans qadamlari shakllana boshlaydi. Ko'ryapsizki, Amir Temur bironta joyga, masalan, Boyazidni yenggandan so'ng ham o'zining aytaylik shahzodalaridan, o'zining nevaralaridan birontasini qo'yishning o'rniga o'g'illariga taqdim etib ketadi.
Bundan tashqari Amir Temur bobomizning bir nima deydi, insonparvar siyosatini ochib beradigan yana shunday bir elementlar borki, bir paytlar Boyazid bilan xat yozishganda biz turkiy xalqlar bir-birimiz bilan do'st bo'lishimiz kerak, quda anda bo'lishimiz kerak degan va'dalarni bergan edilar. 1402-yilda Boyazid hazratlari Amir Temurning qo'lida mag'lubiyatdan keyin. Lekin shunga qaramasdan Amir Temur chaqirib Boyazidga aytadi: "Men senga va'da berdim, quda anda bo'lamiz deb. Sen qizingni meni nevaramga berasan" deydi. Amirzoda Abu Bakrga nevarasiga, Ibn Mironshohga. 1402-yil Bursada to'y qilib beradilar. Qarang, endi Ibn Arab shohning yoki aytaylik Nizomiy Shomining, ya'ni Ali Yazdining kitoblarida shunday bir misralar keladi. Boyazid hazratlari kasalligi tufayli vafot etganlarida Amir Temur ko'zlariga yosh olib, nihoyatda iztirobga tushdilar deydi. Haqiqatan mana shu manbalarda Boyazid hazratlarini o'z taxtiga o'tirg'izib qaytmoqchi edilar. Mana shunday fenomen shaxsning xususiyatlarini bugunda ham tushunish qiyin. Qanday qilib bosib olgan hududlarni o'z holiga tashlab ketadi. Mana Mo'g'ulistonga 7 marta borgan, Xorazmga 5 marta, Oltin O'rtaga 3 marta, Eronga 4-5 marta, Eron, Iroq, Fors kurfasiga. Ya'ni Amir Temur uchun Richard Nelson, amerikalik olim aytadiki, urush bu bosqinchilik va boyish alomati emas, balki katta siyosiy o'yinlarning bir qismi edi. U mayda mol, talonchilik dunyodan balandroq inson edi. Shuning uchun u kishining tafakkurida kechgan munosabatlarni tushunish hamon qiyin kechyapti. Bunday odamni bosqinchi deb bo'ladi. Borgan joylarida masjidlar qurdirsa, aytaylik olimlar va ulamolarni ardoqlab e'zozlasa, Ibn Xaldun bilan bir qancha kunlar suhbat uyushtirsa va u kishini fikrlariga asoslanib xulosalarini bildirsa, ya'ni ko'p olimlar, aksariyat g'arb olimlari shunday bir fikrni aytadi. Amir Temurda bir sarkardalik vajohati bilan anglab bo'lmaydigan ichki ma'rifat tuyg'usi mujassam edi deydi. Ya'ni u kishilar aytmoqchiki, johil qalbda deydi, ilmga, ma'rifatga bo'lgan salohiyat ham mavjud edi deydi. Ular hazm qila olmaydi-da. Ya'ni tushunishga qodir emasligini ko'rsatib qo'yadi. Shuning uchun bir xil hollarda men aytamanki, Amir Temur yaxshimidi, yomon edi, yoki johil edi, yoki bosqinchi edi degan savollarga u birinchi navbatda hukmdor edi. Albatta. Hukmdorning vazifasi o'z xalqi, yurti va davlatchiligini himoya qilish. Uning farovonligi, qadr-qimmatini ta'minlash. Va Amir Temur bobomiz ana shu ulkan maqsadlar yo'lida urush qildi, jang qildi. Hattoki qirg'in borotlarga ham duch keldi. Buni nimasini yashiramiz? Urush falsafasi mantiqqa ega emas. U matematik modellarga ega. Shuning uchun ham siyosatda eng maqbul usullar tanlanadi. Lekin maqbul usullar Makiavellining ta'limotidan farqli o'laroq Amir Temur bobomiz uchun axloqiy shar'iy qadriyatlar ustun edi. Shuning uchun ham jang qilgan shaharlarga borganda oldiniga oq bayroqni taklif qilgan. Bu ham qarang harbiy usul, harbiy strategik taktik mahorat. Oq bayroqni ko'rsatganda ular qarshilik ko'rsatmaslik kerak edilar. Qizil bayroqni ko'rsatganda esa bu ancha sizga tashvish tug'diradi, taslim bo'lmasangiz degan ogohlantirish. Uchinchi bayroq esa qora bayroq. Va Amir Temur bobomiz aytadilarki, o'zini tuzuklarida adolatsizlik, zulmlik kuchaygan podshohliklarga men yurish qildim va ularning deydi qilmishlariga yarasha jazolarini berdim. Bunday deyishiga asosiy sabab shundan iboratki, Amir Temurning
bobomizni Fors kurfasiga yurishida Fors kurfasidagi xalqlar, ya'ni kichik xonliklardan aziyat chekkan, ezilgan, aytaylik turli xil og'ir soliqlardan mashaqqat chekkan xalqning da'vati bilan boradilar. Mana bu masalalarga ham biz e'tibor qaratishimiz kerak. Shunchaki bosqinchilik yoki Chingizxonga o'xshab egalik qilish tuyg'usi bilan. Shuning uchun ham Chingizxon bilan Amir Temur qiyoslanganda Amir Temur bobomizning geosiyosiy strategiyasi Yevroosiyo mintaqasini yagona makon sifatida ko'rishga ega bo'lgan dastlabki shaxslar qatorida qaraladi. Ko'rasizmi? Yevroosiyo mintaqasi yagona makon va u makonda tinchlik, osoyishtalik bo'lmaganda edi. Hattoki Oleg Zotov degan rus professori buni tan olib shunday deydi: Amir Temur hazratlarining qisqa davrdagi imperial siyosatining natijasida Yevroosiyo mintaqasida davom etib kelayotgan bir qancha xalqlar o'rtasidagi urush va ixtiloflar to'xtatildi. Savdo-sotiq hamkorliklar, hattoki 100 yildan beri to'xtab kelmagan Angliya va Fransiya urushlari ham Amir Temur salohiyatidan qo'rqqan holda o'z urushlarini to'xtatishga majbur bo'ladilar. Shuning uchun biz bugun Amir Temur bobomizning qoldirgan ulkan merosini Mavra-un-Nahr hududida emas, balki Yevroosiyo mintaqasi hududida amalga oshirilgan sivilizatsion madaniyatining merosi sifatida qarashimiz kerak. Ana o'shandagina biz Amir Temur bobomizning jahon miqyosida yoki jahon tarixida tutgan o'rinlariga xolis va to'g'ri yondashuvlarni shakllantirishga erishamiz. Qiziq ma'lumotlarni bildirdingiz. Men o'zim shu xulosa qildim albatta. Amir Temurning yurishlari, uni harbiy amaliyotlari bu o'ziga xos boshqa davlatlar uchun, boshqa tuzumlar uchun o'ziga xos rivojlanish uchun turtki bo'lgan, o'ziga xos trigger vazifasini bajargan. Shu bilan birgalikda shubhasiz Amir Temur bu tarixga nafaqat buyuk sarkarda emas, balki Osiyodagi yirik markazlashgan davlatning asoschisi bo'lib kirdi. Aytingchi, mana shu Amir Temur davlatchiligi konsepsiyasining asosiy tamoyillari nimadan iborat edi va mana shu u yaratgan makonda qonun ustuvorligi, tartib intizomni o'rnatilishi qanday huquqiy asoslar asosida amalga oshirilar edi? Bilasizmi, bu masala Amir Temur bobomiz siyosatining asosida bosh masala bo'lib turadi. Chunki davlatchilik mohiyati va qudrati adolat tamoyillariga suyansagina u o'z istiqbol maqsadlarini yuksak ko'tarishga erishadi. Amir Temur bobomiz o'zini tuzuklarida aytadi: men davlatlarning yuksalishi va tanazzuli haqida ko'plab suhbatlarni eshitdim va ulardan to'g'ri xulosalar chiqardim deydi. Shuning uchun mana o'zimiz bir mushohada qilaylik. Davlatchilik g'oyasi Temur tuzuklarining bevosita ichki mohiyatida o'zini isbotini topgan. Temur tuzuklari aynan Amir Temur bobomizning o'sha davrda eng ilg'or va rivojlangan, ayni paytda bir qancha turkiy xalqlarning an'analarini ham o'zida mujassamlashtirgan dasturi amal edi. Bizda ota-bobolarimiz azaldan to'ra tuzuklarni yozishga, yosin va yusullarni shakllantirishga nihoyatda bir ilmli, mahoratli avlodlarimiz, ajdodlarimiz bor edi. 6-asrda Xitoy manbalarida shunday bir fikr keladi. Turkiylar shunday xalqdirki, ularning yerto'lalarida tuzuklar to'plami saqlanadi va har qanday jinoyatni shu tuzuklarga qarab ular baho beradilar degan yozuvlar Xitoy manbalarida keladi 6-asrda. Mana shu an'analarni mukammal holatga olib kelgan Temur tuzuklari bobomizning davlatchilik konsepsiyasi bo'lib hisoblanadi.
Biz bugun mana shunday ilmiy nuqtai nazardan Amir Temur merosiga baho berish metodologiyasini shakllantirishimiz kerak. Temur tuzuklari adolatli tarixiy manba edi va paloncha yili yozilgan edi. Paloncha holatlarda u aytaylik fors tiliga turk tilidan fors tiliga, fors tilidan ingliz tiliga tarjima qildi degan tarixiy aytaylik xronologik bayonlar ham kerak. Lekin biz bugun davlat konsepsiyasi haqida gapirganimizda Temur tuzuklarini bevosita uning ilmiy mohiyatini ochib berishga ham ahamiyat qaratishimiz kerak. Mana davlat konsepsiyasi nima degani o'zi? Davlat konsepsiyasi muayyan maqsadga qaratilgan g'oyalar, qarashlar va rejalar majmui. Ya'ni muayyan davlatni, muayyan tartibotlarni vujudga keltirishga qaratilgan g'oyalar va qarashlar ta'limoti. Mana tasavvur qiling. Bugun Xitoy haqida, Xitoyning taraqqiyoti haqida gapirganimizda Konfutsiy va Laotsizmni chetlab o'tamizmi? Konfutsiy eramizdan oldingi 5-asr. Lekin bugun yangilanayotgan Xitoy modelining mohiyatida, falsafasida, mafkurasida Konfutsiy ta'limotining g'oyalari yotibdi. Shunday ekan biz ham bugun istiqbol rivojlanayotgan bir sharoitimizda, yangilanayotgan O'zbekistonimizning rivojlanishida Amir Temur bobomizni qoldirgan merosini, ya'ni Temur tuzuklari qo'llanmasini ham milliy mafkuramizning asosiy g'oyasiga aylantirishimiz kerak. Mana bu kitobning ilmiy bir strukturasiga ahamiyat beradigan bo'lsak, men kitobimda bunga bitta bob bag'ishlaganman. Ikkita bo'limdan iborat Temur tuzuklari. Birinchi bo'limida 31 ta kengash ifodalangan. 31 ta kengash, ya'ni birinchi kengashdan to 31 kengashgacha bo'lgan voqea va hodisalar Turon davlati, keyinchalik Turon imperiyasini vujudga keltirishga qaratilgan geosiyosiy tashqi konsepsiyalarning modeli bor. Qanday qilib bu shaharni, qanday qilib bu yurtni, qanday qilib aytaylik g'alabalarga erishilganligi to'g'risidagi qarashlar muayyan aytaylik talqinlar asosida berilgan. Bu birinchi bo'lim. Ikkinchi bo'limda esa 40 ta qoidaga asoslangan davlat an'analarini, davlat qudratini shakllantirishga qaratilgan tamoyillar belgilangan. Asosan 4 ta prinsip asosida 12 tadan aytaylik tamoyillar belgilanganki, bu tamoyillar davlatni obro' e'tiborini, podshoh va ayollar, podshoh va xalq o'rtasidagi munosabatlarni, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirish jarayonlarini kafolatlash, huquqiy mezonlarni belgilashga doir 36 ta qo'shimcha qoidalar belgilanadi. Mana u kishi nima deydi? Saltanatim ishlarini shunday tuzdimki, to'ra tuzuklar asosida unga deydi hech bir kimsaning aralashish imkoniyati yo'q edi deydi. Bu nima degani? Bu g'oyaga e'tibor bering. Bu bugungi kundagi demokratik prinsiplarning bosh tamoyili. Ya'ni davlat ishlariga har kim aralashishga qurbi yetmasligi kerak. Xalqning nomidan prezident yoki oliy majlis gapirish yoki haligi ifodalashga huquqiga ega. Ya'ni bu tariqada davlatning ishlariga har kimning aralashib yoki qandaydir siyosiy guruhlarning yoki aytaylik norasmiy guruhlarning aytaylik davlat ishlariga aralashishga yo'l qo'ymaydi Amir Temur bobomiz. Shuning uchun ham to'ra tuzuklar asosida saltanati martabasini olim fuzolalar, shayx va moshoyixlar va oriflar bilan yaratdim. 12 ta toifaga amal qilgan podshohgina deydi. Saltanatini barqaror va qudratli qilib ta'minlashga erishadi. Bu toifalar nima? Bu stratifikatsiya. Ya'ni jamiyatning aqliy qatlamlarining stratifikatsiyasi. Donolar, aqllilar, shijoatlilar, mardlar jamiyatning yuqori qatlamlarida, hokimiyat qatlamlarida ishlaydilar. Qarang, aql, shijoat boshqalardan ustun ekanligini sinov tarozisida tortib ko'rib,
boshqalardan ustun ekanligini bilsam, uni amir lavozimiga ko'tarib qo'ydim deydi. Keyinchalik mehnatiga yarasha deydi, martabasini yuqorilab bordim deydi. Bu differensial yondashuv, bu KPI. Bugun biz g'arbdan olmoqchi bo'lib, hali to'liq tatbiq etolmayotgan texnologiya bor. Kadrlarni joy-joyiga qo'yish. Ha, ya'ni qarang, saylov siyosati o'sha davrda 14-asrda shunday tashkil etiladiki, kuchlar nisbati ta'minlanadi. Kuchlar muvozanati ta'minlanadi. Ya'ni yaxshilar hokimiyatning hal qiluvchi bo'g'inlariga kelish mexanizmlari yaratiladi. Amr etdimki, jangda jasorat ko'rsatgan mard xiromand 9tasining roziligi bilan 10 bosh qilib saylansin. 10 boshini maoshi sipohga nisbatan 2 karra yuqori bo'lsin. Mana sizga g'arbning Amir Temur bobomiz qoldirgan merosiga bo'lgan buyuk hurmati. U 16-asrda Renessans, Yevropadagi Renessans, 14-asrda Amir Temur bobomiz yaratgan Renessans madaniyatining poydevoriga quriladi. Shuning uchun dunyo tarixida favqulodda chiqqan madaniyatlar va o'zi bashariyatdan xoli bo'lib vujudga kelgan madaniyatlar bo'lmaydi. Sivilizatsiyalar ular bir-birini to'ldirib, biri ikkinchisiga xizmat qiladi. Ana shu nuqtai nazardan hech ikkilanmasdan aytishimiz mumkinki, Amir Temur bobomiz yaratgan davlatchilik ta'limoti o'sha davrda rivojlanish istiqboliga kirgan Usmoniylar zug'umidan qutulgan Yevropa xalqlari uchun xaloskor g'oyaga aylanadi. Tasavvur qiling, Lordlar palatasi Angliyada 16-asrda tuziladi. Bizda bu Lordlar palatasi kengash deyiladi. Bu kengashlar xullar davridan beri bor va u doimo takomillashib kelgan. Shuning uchun Amir Temur bobomiz aytadi, kengash maslahat dedi, 2 tur bo'ladi. Bir tilda aytilgan so'zlar, ikkinchisi dilda aytilgan so'zlar deydi. Tilda aytilgan so'zlarga quloq tutmadim. Jon kuydirib keskin aytgan, dildan aytgan fikrlarga quloq tutdim deydi. Kengashdi. Ya'ni bu degani kengashda achchiq, tanqidiy, murosasiz fikrlar bo'lgan. Amir Temur bobomiz ana shu fikrlarni eshitib, o'zlari siyosiy qarorlar qabul qiladi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bu kitobimda o'rganganman. Amir Temur bobomizning davlatchilik konsepsiyasi nihoyatda o'ziga xos bir ilmiy asoslarga ega. Bu birinchidan tizimlilikni o'zida mujassamlashtiradi. Bu tizimlilik nima? Iyerarxiyani vujudga keltiradi. Ya'ni salohiyatli, iqtidorli, vatan uchun, xalq uchun ma'naviyatli, jasoratli odamlar saltanat atrofida mujassamlashadi. Ya'ni mustahkam yadroni yaratadi. Mustahkam yadro esa u davlatning qudratini va hukmdorning salohiyatini e'tirof etadi. Qarang, salohiyat va qudrat qanday bo'ladi, namoyon bo'ladi. U kishi aytadilarki, olimlar va ulamolarni tinglab xulosalar qildim. Halol va haromni men ulardan o'rgandim. Dunyoni zabt etgan hukmdorning ichki ruhiy ma'naviyatiga e'tibor bering. Albatta. Halol va haromni men olimlardan o'rgandim. Va ularning aytganlarini Temur tuzuklarida muayyan tartibot sifatida kirgizadi. Tizimlilikdan tashqari siyosiy tafakkur, siyosiy tahrir va qarorlar qabul qilish texnologiyasi mujassam. Qarorlar qabul qilish. Boya aytib o'tganimdek, biron bir qaror qabul qilish uchun albatta maslahatlashgan. O'zlari tuzuklarda yozadi. Qarorlarining 9tasini maslahat bilan va bitta holatda men qilich bilan hal qildim. Ya'ni qarorlar qabul qilishda 9 marotaba kengashga murojaat qiladi. Kengashdan keyingina u kishi aytadi, yaxshini yomondan, foydani ziyondan ajratish uchun men qaysiki ishning 2 jihati yomon bo'lib, bir jihati yaxshi bo'lsa, unday ishdan qo'limni tortdim.
qaysiki ishning ikki jihati yaxshi bo'lib, bir jihati xatarli bo'lsa, u ishga qo'l urdim deydi. Ya'ni ezgu jihatlari ortiqroq bo'lgan xulosalarga nisbatan u qaror qabul qilgan. Bu o'ziga xos bugungi kunda siyosiy tafakkur texnologiyasini ifoda etadigan omillar. Shuning uchun men boya so'zimning boshida ham aytib o'tdimki, Amir Temur bobomizning qoldirgan merosini o'rganish bu faqat tarix fanining ishi, yuki ham emas. Bu fan metodologiyasi shunday ulkan bir merosni ochishga hali qurbi yetmaydi. Shuning uchun men buni tarix fanini kamsitish niyatim yo'q. Bularning boshida tarix fani va tarix falsafasi turadi. Lekin bularga xos bugun biz siyosiy tahlil, prognozlashtirish, matematik modellashtirish, keyin sotsiologiya fanlarini tadqiq etish, ya'ni fanlar aro umumiy metodologiya orqali Amir Temur bobomizning merosining yaxlitligini qismlar orqali baho berishga erishishimiz mumkin. Shu nuqtai nazarda men fursatdan foydalanib aytmoqchi edimki, Fransiyada, Amerikada Amir Temur bobomiz merosini o'rganishga qaratilgan ko'plab ilmiy tadqiqot markazlari mavjud. Va biz ham bugungi kunda O'zbekistonda albatta markazlar, jamg'armalar bor, lekin bularning kuchini biz birlashtirishimiz kerak. Ilmiy tadqiqot yo'nalishlarini kengaytirishimiz kerak. Chunki Amir Temur bobomiz erishgan 35 yil davomida erishgan yutuqlari jahon siyosatida va madaniyatida ulkan bunyodkorlik ta'limotini qoldirgan g'oya. To'lqin aka, haqiqatdan mana muhim xulosa aytganlaringizdan shuki, albatta o'sha maqtalgan g'arb demokratiyasi, o'sha g'arb institutlari o'zlarini demak tayanchgoh sifatida albatta Amir Temur bobomizni tuzuklaridan, ularni davlatchilik konsepsiyalaridan olganliklari bu juda ham muhim ko'rsatkichlardan biri. Endi To'lqin aka, bizni ko'rsatuvimizni tomosha qilayotgan aksariyat tomoshabinlarimiz diplomatiya va xalqaro munosabatlar sohasiga qiziquvchan insonlar. Endi bilamiz, umumiy e'tirof etilgan Amir Temur bobomiz bu juda ham mohir diplomat bo'lganlar. Endi o'sha mana boya yuqorida o'zingiz ham eslatib o'tdingiz, ular qo'shnilar bilan juda ham halidagi mohirona tashqi siyosat olib borganlar. Ularning saroylarida elchilar kelgan. Bizni demak Amir Temurning o'zi o'sha xonlar bilan ham, qirollar bilan ham diplomatik yozishmalar olib borganlar. O'sha jang qilayotgan joylarida albatta o'sha mana aytganingizdek oq, qizil, qora bayroqlarni ko'tarib, yana o'ziga xos diplomatik harakatlarni qilganlar. Ya'ni bu albatta Amir Temur dahosi nihoyat buyukligini yana isbotlovchi fakt. Aytingchi, mana shu Amir Temur diplomatiyasini mazmun mohiyati nimadan iborat edi? Bu o'sha kuch ishlatish orqali buyuk bir yerlarni tasarruf etib katta imperiya yaratishmi yoki o'sha joylarda tartib intizom bo'ladigan, qonunlar ishlaydigan bir katta makon yaratishmi? Mana shu diplomatiyasini asosiy vazifasi nimada edi? Albatta, mana shu kitobimda Sultoniya kutubxonasidan olib kelgan bitta maktubim bor. Kitobimda ham berganman. Mana shu maktub 1395-yil Shirvonda Boyazid hazratlariga yozilgan maktub edi. Urushdan oldin. Urushdan oldin 1395-yil. Ya'ni bilmadim qanchalik o'rinli bo'ladi. Men o'zi aslida buni qisqartirgan variantini ham yozib kelgan edim. Balki shunchaki suhbat tariqasida aytsam tushunarli bo'lar. Bu kishi aytadi, Chingizxon sulolalarini, xonlari o'zaro ixtiloflari negizida parchalangan ulkan imperiyaning bo'shlig'ida kichik hukmdorlarning, qaroqchilarning, yo'lto'sarlarning vujudga kelishiga zamin yaratdi. Amir Temur maktubida shunday deyapti. Boyazidga yozgan maktubida. Va musulmonlar deydi, hajga borolmasdan, savdo sotiq ishlarini amalga oshira olmasdan, diniy e'tiqodlariga
amal qilolmasdan qolganliklari bizni ko'p tashvishga solyapti. Biz Mashriqda mana shunday o'zaro xunrezliklar, o'zaro aytaylik kelishilmovchiliklar, lordlar, hindlar, aytaylik Xorasondagi, Sabzavordagi bo'layotgan o'zaro ixtiloflarni bostirishga erishdik. Lekin hali Fors ko'rfazida, Kavkaz yurtidagi o'zaro ixtiloflar, ya'ni mayda hukmdorlarning ipak yo'lini, savdo sotiq yo'llarini ta'qib qilib qaroqchilik bilan aytaylik aholiga ziyon yetkazayotganligi haqida maktub bor. Mana shu maktub meni kitobimga kiritilgan. Ana shu maktubning mohiyatida yana bir shunday bir fikr borki, biz mana shunday deydi, o'zini xon deb ataganlar, o'zini hukmdor deb aytaylik haligi o'zini hukmdor deb ko'rsatayotgan mayda qaroqchilarni deydi, biz tartibga solmasak, musulmonlar o'rtasida ittifoq va madaniyat bo'lmaydi. Shuning uchun siz deydi To'xtamishxonga deydi Bolqon tarafdan borasiz deydi. Biz deydi Kavkaz tarafdan borib deydi, u kishini mahv etmasak, mendagi ma'lumotlarga ko'ra To'xtamishxon Litova knyazligi, Polsha knyazliklari bilan hamkorlikda bizga qarshi chiqib Kiyev, Dnepr hududlarida o'zini istehkomlarini yaratishmoqchi. U istehkom ipak yo'li keladigan yo'llarni nazorat qiladi. Va natijada butun Yevrosiyo mintaqasidagi xalqlarni savdo sotiq qilish imkoniyatlaridan mahrum etadi. Qarang, Amir Temur bobomiz o'zi egallagan yurtlarda qoniqish hosil qilib yashasa ham bo'lardilar. Lekin Yevrosiyo mintaqasidagi urush va ixtiloflar bugun bizning xonadonimizga kirib ham tinchligimizni buzadi. Dillar o'rtasidagi ixtiloflarni vujudga keltiradi. Shuning uchun ham e'tibor bering, mana shu xatdagi xulosalar shundan dalolat beradiki, Rim papasi fatvosi asosida Polsha va Litova knyazliklari To'xtamish bilan hamkorlikda Boyazid va Yildirim o'rtasida o'tadigan hududlardagi ipak yo'llarini nazorat qilishni xohlaydilar. Aslida kurash ham shundan boshlanadi. Asosiy kurash. Uporni demak, To'xtamishga berishadi. To'xtamishga berishadiki, To'xtamish mana shunday qaroqchilar bilan ittifoq tuzib, koalitsiya tuzib, qonuniy savdo sotiq ishlariga xalaqit bera boshlaydi. Bu yerda o'zining hukmronligini o'rnatishni xohlaydi. Shuning uchun ham Amir Temurning buyukligini Amerika olimi Richard Nelson shunday ta'rif beradi. Amir Temur yagona islom dinini o'tkazmoqchi va zug'um bilan singdirmoqchi shaxsdan farqli o'laroq deydi. U deydi, umum madaniy, umum insoniy qadriyatlarni amalga oshirgan hukmdor sifatida tarixiy sahnaga kirib keldi deydi. Ya'ni Amir Temur uchun klavixa ham yozadi. Samarqandning katta ko'chalarining chap tarafida cherkovlar mavjud deydi. O'ng tarafida masjid. Ya'ni har bitta e'tiqod qiluvchi din tarafdorlari emin erkin, tolerant sharoitda. Ya'ni mana bunday bag'ri kenglik, dillar aro muloqot, madaniyatlar aro muloqot Amir Temur diplomatiyasining ustuvor tamoyillaridan edi. Shuning uchun ham Amir Temur bobomiz Yildirim Boyazidga xat yozib, mana shunday Yevrosiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlikni o'rnatsakkina bu xalqlarning ichida totuvlik va hamkorlik, qudrat va istiqbol vujudga keladi degan da'vat bilan xat yozadilar. Lekin bu xat afsuski Yildirim Boyazid tomonidan qabul qilinmaydi. Va natijada 1402-yildagi urushga yetaklab keladi bu voqealar. Shuning uchun dunyoning manzarasi va yetakchi xalqlarning va yetakchi davlatlarning mas'uliyati o'sha davrda ham, bugunda ham juda muhim. Bugungi kunga qiyos qilganda juda ham o'xshab ketyapti. Yo'q, o'zi tarix qaytariladigan, yangi ko'rinishlarda shakllanadigan, masalan, Yildirim bilan Amir Temur o'rtasidagi urushni vujudga kelishiga ulkan hissa qo'shgan davlatlar bular G'arbchilar. Rim imperatori edi. Manuel haligi Vizantiya imperatori qanchadan qancha fitnalar uyushtirildi, hattoki Boyazidning saltanatiga
xristian dinidagi Rim papasini topshiriqlarini amalga oshirish bilan majburiyat olgan shaxslar, ayg'oqchilar Yildirim Boyazidni Amir Temurga qarshi qo'yish bilan mashg'ul bo'ladilar. Hali bu haqidagi manbalar o'rganilyapti. Bu haqida manbalar yozilyapti. Qarang, G'arb har doim urushlarning o'chog'iga, urushlarni keltirib chiqish sababchisiga aylanganligiga ham bir tomondan guvoh bo'lamiz. Chunki G'arb olimlarining o'zi aytyapti. Amir Temurning yana Yevroosiyodagi muhim bir ishi bu mudom davom etib kelayotgan salb yurishlariga chek qo'yadi. Bugungi urushlarning ichida ham yoki holatida ham biz aytaylik, mana shunday katta davlatlarga nisbatan o'ydirilayotgan fitnalar, siyosiy ixtiloflar, kichkina davlatlarning aytaylik tarafkashliklari oqibatida bugun Rossiya bilan Ukraina, yagona Slavyan xalqi aytaylik bir-birini nihoyatda tinkamador quritadigan urushlarni davom ettiryapti. Vaholanki ikkalasi ham Slavyan xalqlaridan bo'ladi. Va boshqa aytaylik bunday urushlarni ko'plab misollarda aytish mumkinki, bugun ham aslida Amir Temurga bo'layotgan ehtiyojning balandligi adolatli va dunyo muvozanatini, tartibotini vujudga keltirishga qodir bo'lgan siyosatga muhtoj. Ana shu siyosatga muhtojlik Amir Temurning merosiga ham aytaylik muhtojligini oshirib kelmoqda. Katta urush degan ibora bor, Britaniya tomonidan boshlangan o'sha 18-19-asrlarda. Demak, bu katta o'yin iborasi. Bu katta o'yin aslida Amir Temur zamonidan boshlangan desak mubolag'a qilmagan. Har doim ulkan imperiyalar o'rtasidagi aytaylik urushlarning sababi bo'lib xizmat qilib kelgan. Nafaqat Amir Temurda. Undan oldin Xorazmshohlar davrida ham, Saljuqiylar, Qoraxoniylar davrida ham bu o'ziga xos. Chunki insonning tabiati o'zgarmayapti. U urushga moyil, u ixtiloflarga, turli xil tajovuzlarga o'yin singari qiziqish maylisi bir daqiqa tugagan yo'q. Bugun inson qiyofiy jihatdan, texnologik, innovatsion jihatdan shakl shamoyili o'zgargan bo'lsa-da, inson sifatida u o'zgargan emas. Va bizni tashvishga, olimlarni tashvishga soladigan hodisa ham shunda. Qarang, bugun aytaylik Eronda bo'layotgan qirg'in borot urushlar va u yerdagi talofatlar, yosh bolalarning o'limi oldida o'sha 14-asrdagi bo'lgan qiyomat urushlar bilan qanchalik farq qiladi? Yoki men kitobimda yozdim, Amir Temurni vahshiy, tajovuzkor, bosqinchi deysiz-u, lekin keling qiyosiy o'rganganimizda SSR davlati keltirgan talofatlar va qirg'in borot urushlardan farq qiladimi? Aksincha, mana shu solishtirma qiyosiy xulosalarda Amir Temur bobomizning adolatparvar, bashariyat uchun ko'rsatgan karomatlari, yaratuvchanlik va bunyodkorlik ta'limoti yanada gavdalanadi. Keling endi o'sha urush masalasini bir joyga qo'yilgan madaniyatdan gaplashsak, o'zi umum e'tirof qilingandek, demak, Temuriylar davri bu Markaziy Osiyo uyg'onish davri deb hamma tomonidan tan olinadi. Shubhasiz mana shu davrda ilm-fan sohasida, she'riyatda, me'morchilikda, madaniyatda mislsiz yutuqlarga erishildi. Ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Fikringizcha mana shu bunday sivilizatsion yuksalishlarni mohiyati sababi nimada edi? Bu umuman Temuriylar o'sha yuqorida siz aytgan umumiy turkiy madaniy makonni yaratishda qanday rol o'ynadilar? Albatta bir fikrni qiyosiy yana taqqoslamoqchiman. Biz bugungi davlatlarning rivojlanish istiqboli va imkoniyatlarining aytaylik kengayish omillarini globallashuv va integratsion jarayonlarining tezlashuvida deb bilamiz. Ana shu nuqtai nazarda aytishimiz mumkinki, Amir Temur bobomiz Chingizli sulolalarining talatub urushlaridan botqoqqa botgan va turg'un ijtimoiy siyosiy holatga kirib qolgan sharoitda globallashuv va integratsion jarayonlarini rivojlantirishga erishadilar. Va bu nimada namoyon bo'ladi? Birinchi navbatda integratsion jarayon, ya'ni o'troq va ko'chmanchi xalqlarning asrlar davomida bir-biriga nisbatan muxolifat qarashlarini tugatadi.
Amir Temur imperiyasining qudrati asrlar davomida islom dini va boshqa dinlarni mujassamlashtirgan, ayni paytda ko'chmanchi xalqlarning o'ziga xos tabiatini ham davlatchilik ta'limotida singdira olgan integratsion jarayonlarning yutug'i bo'ldi. O'sha davrda e'tibor beraylik, ko'chmanchilar o'troqlarni haqorat qilgan, o'troqlar ko'chmanchilarni haqorat qilgan. Bu o'rtada aytaylik, ko'k tangri falsafasi yoki shamonlik falsafasi islom dini va boshqa dinlarga ham qarshi bo'lgan. Ya'ni dinlar o'rtasidagi qarama-qarshilik ko'proq urushlarni kelib chiqishiga xizmat qilgan. Amir Temur esa bobomiz hukmdorlik davridan boshlab xalqlar va madaniyatlarning integratsion jarayonlarini ta'minlashga va kafolatlashga xizmat qiladi. Bu esa islom dinining o'ziga xos madaniyatini Mavraun-Nahr Turon davlatchilik siyosatining mohiyatiga aylanishiga xizmat qiladi va ana shu davrdan boshlab Chig'atoy ulusida, keyinchalik Turon zaminida ikki daryo oralig'idagi xalqlarning birlashuvi, integratsion madaniyati shakllanadiki, bu madaniyat Yevrosiyo mintaqasiga ko'chib o'tadi. Biz bilamizki, bosib olingan, mahv etilgan hududlarning eng sara ustalarini, olimlarini, quruvchilarini, umuman kasbkorlarini, hunarmandlarini Amir Temur bobomiz Samarqandga olib kelib, tegishli sharoitlar bilan o'quvchilarni siylaydilar. Shular qatorida juda katta olimlar ham Amir Temur bobomiz saroylarida xizmat qiladi. Bu jahon integratsiyaning globallashuviga ham xizmat qiladi. Mana sizga aytdim, Mo'g'ulistonda xonimning qizi bilan qiziga uylangan, keyinchalik Xorazm xonlarini qizini kelin qilib oladi. Diplomatik munosabatlar, ayniqsa Amir Temur diplomatiyasi globallashuvda mohiyatini ochishda xizmat qiladiki, bu xatlar. Amir Temur bobomiz har bitta hukmdorni nihoyatda e'zozlab, u kishining marhamatlarini joyiga lutfi karam bilan yozilgan manbalarga ko'zingiz tushganda, Amir Temur bobomizning nihoyatda jahonshumul tafakkur sohibi ekanligiga shubha qolmaydi. Mana juda katta men hurmat qiladigan olim bor, Sanjar aka G'ulomov. U kishi qo'lyozmalar institutida ishlaydi. Amir Temur maktublari degan kitob chiqardilar. Juda qiziqligi manbalarga asoslanganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Ana shu manbalarda Amir Temur bobomiz yozgan xatlar bor. Turli hukmdorlarga yozgan xatlarda savdo-sotiq, hamkorlik, o'zaro aloqadorlik, o'zaro qo'llab-quvvatlash, umuman barcha sohalarda hamkorlik rishtalarini tavsiya etganligi to'g'risidagi qarashlari o'zini ifodasini topganki, bu yana bir marta Amir Temur bobomizning bosh siyosati, ya'ni globallashuv jarayonlarini tezlashtirdi. Integratsion jarayonlarni tezlashtirdi. Va mana shu integratsion globallashuv jarayonlari natijasida Turon zaminida nihoyatda katta ilmiy, adabiy, texnologik kashfiyotlar yuz berdi va ikkinchi Renesansga poydevor asos qurildi. Mana shu poydevor asosda ko'plab Ulug'bek bobomizga o'xshagan olimlar va u kishining shogirdlari, asarlar vujudga keldiki, bu asarlar dunyoni albatta o'ziga rom etdi. Mana tasavvur qiling, 1588-yili ingliz dramaturgi Kristofer Morlo Amir Temurning buyukligini e'tirof etgan va ana shu g'oyalarga xizmat qilgan pyesa dunyoga keladi. 1588-yil. Ya'ni bu asrlarda ham Amir Temur bobomiz dunyo tarixida buyuk shaxslardan biri bo'lib qolganligidan dalolat beradi. 1727-yilda nemis kompozitori Genrix Gold opera yozadi. Mana shu operada ham Amir Temur bobomizning jahongashta siyosati, uning madaniyati e'tirof etiladi. Orada yana bir asr o'tgandan keyin 1824-yilda Amerika adibi
Amir Temur bobomiz haqida doston yozadi. Tasavvur qiling, 16-15 asrlarda Yevropaning Amir Temur bobomiz shaxsiga bag'ishlangan opera, pyesa va dastonlarning yozilishi bu Amir Temur bobomiz, nafaqat Amir Temur bobomiz shaxsiga bo'lgan hurmat, balki Amir Temur bobomiz qo'ydirgan Renessans madaniyatiga bo'lgan ehtirom edi. Ana shu Renessans madaniyati Yevropa Renessans davrini boshlab beradi. O'tmishdan endi asta-sekin bugungi kunimizga kelsak. Mana o'sha Amir Temur merosini bugungi kundagi implementatsiyasiga kelsak. Aytingchi, yangi O'zbekiston davlatchiligi mustahkamlash jarayonida Amir Temur davlatchilik konsepsiyasini qaysi jihatlari amaliy ahamiyatga ega? Qaysi jihatlarini biz olishimiz mumkin? Va umuman bugungi geosiyosiy beqarorlik sharoitida Amir Temurning davlat boshqaruvi va tashqi siyosat tajribasini biz qaysi jihatlarini olishimiz mumkin? Albatta bu umumiy keng savol, lekin asosli savol. Chunki biz boya aytib o'tdim, Konfutsiy ta'limoti bugun Xitoy taraqqiyotining bosh mezoni bo'lib hisoblanadi. Biz ham Amir Temur bobomizni yaratgan va bunyod etgan qudratli davlatining mohiyatiga ahamiyat qaratsak, xo'sh, qudrat va yaratuvchanlik, bunyodkorlik qaysi holatda keladi? Harom bilan halolni ajratganda, foyda bilan ziyonni ajratganda, yaxshi bilan yomonni farqlaganda jamiyat rivojlanadi. Shuning uchun men implementatsiya deganingizda biz bugungi kunda ham halolni haromdan, yaxshini yomondan, foydani ziyondan ajratishga qaratilgan yangi ta'limotlarimizni yoki mavjud qonunchiligimiz va qoidalarimizni takomillashtirishimiz kerak. Va jamiyat, davlat ham tirik organizm. Tirik organizm rivojlanishi uchun unga iqtidorli, salohiyatli, qobiliyatli odamlarning siyosat sahnasiga kirib kelishi bilan ta'minlash mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz Amir Temur bobomizni implementatsiya qiladigan jarayonlari mardlik, jasurlik, adolat tamoyillaridir. Qaysiki dunyoda, qaysiki mamlakatda xalqda adolat tuyg'usi yo'qolsa, bilingki, Amir Temur bobomizni ham yo'qotamiz. Shuning uchun Amir Temur bobomiz bu adolat timsoli, bu ezgulik va bunyodkorlik ramzi. Ana shu qadriyatlarimizga amal qilsak, bizning taraqqiyotimiz bugun prezidentimiz belgilab berayotgan harakatlar strategiyasidagi bosh g'oyalar shubhasiz amalga oshadi. Va bizning qonimizda, bizning naslimizda ana shunday qudratli va bunyodkor ishlarga qodir bo'lgan xalqning quvvati yotibdi. Biz ana shu quvvatni tiklasak, hech shubha yo'qki, 3-Renessans ham amalga oshadi. Rahmat To'lqin aka, biz siz bilan mana muayyan vaqt davomida Amir Temur siymosi, uni Amir Temur dahosi, fenomeni haqida, umuman o'sha davrdagi tashqi siyosat, o'sha davrdagi Amir Temur tomonidan yaratilgan imperiyadagi bo'layotgan jarayonlar, uyg'onish davri to'g'risida atroflicha suhbat qildik va bugungi uchrashuvimiz hamma narsani ibtidosi bo'lgandek poyoni ham bo'ladi. Bizda an'anaga ko'ra mana bizni tomosha qilayotgan kuzatuvchilarimizga, tomoshabinlarimizga, ularning aksariyati yosh talabalar, yoshlar. Ularga mana shu Amir Temur ta'limotidan, Amir Temur davlatchiligidan qaysi jihatlarni o'rganishni, qaysi saboqlarni olishni siz maslahat bergan bo'lardingiz? Men yoshlarga ko'p bora murojaat qilganimda o'zim uchun kashf qilgan Amir Temur bobomizning bir fazilatlarini aytgim keladi. Bu fazilat muhabbat. Muhabbat tuyg'usi Amir Temur bobomizni ana shunday ulkan mo'jizaviy jasoratlarga, bunyodkorlik ishlariga da'vat etadi. Muhabbat bo'lmagan insonda nafrat bo'lmaydi. Chunki muhabbati yo'q odamga nafratlanishda nima keragi bor? Muhabbati kuchli bo'lgan odam mana shunday johillikdan, adolatsizlikdan yoki shunga o'xshagan bir yovuzlikdan nafratlanadi. Shuning uchun yoshlarimiz
muhabbat bilan o'zini vatanini sevsin. Ya'ni o'zini daholarni ardoqlasin va o'zining ideallarini to'g'ri tanlashni tavsiya etgan bo'lardi. Rahmat To'lqin aka. Sizga mana shu vaqt ajratib bugun bizni studiyamizga kelganingiz uchun kattadan katta minnatdorchiligimizni bildirib qolmoqchiman va sizni kelajakdagi ilmiy izlanishlaringizda, faoliyatingizda yangidan yangi zafarlar va muvaffaqiyatlar tilab qolmoqchi edim va kelgusida yana uchrashish umidini bildirmoqchi edim. Rahmat kattakon. Taklif uchun ham sizga ham rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Azizlar, bugungi podkastimizni yuqorida nomi zikr etilgan Xitoy faylasufi Konfutsiyning quyidagi qisqa iqtibosi bilan yakunlamoqchi edim. Agar kelajakni oldindan ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'tmishni o'rganing. Bugungi podkastimizdan kelib chiqadigan xulosa, biz shonli tariximizni har tomonlama o'rganishimiz va undan lozim bo'lgan xulosalar va saboqlarni olishimiz lozim. Aynan mana shunday yondashuv bizga kelajakka dadil nazar bilan qarashga imkon beradi. Va podkastimiz oxirida an'anaviy ravishda men sizlardan bizni podkastimizga obuna bo'lishingizni, fikr mulohazalaringizni, takliflaringizni podkastimiz kommentariylarida sharh shaklida qoldirishingizni so'rab qolaman. Diqqatingiz uchun katta rahmat. Kelgusi podkastlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.